Dizayn ham mod bo'pti, tepasi ham. Taqisi o'zida bo'pti. Bu o'rta degan darvozamiz birinchi o'rtada oxirida ustunovka bo'ladi. High-tech neoklassik uslubida ishlangan darvozamiz, kalitkasini ham ko'rib turibsizlar. Balandligi ham 4 metr atrofida. Polni ochiladi. Tepa qismini ham polni ochadigan qilganmiz. Oshon-oshonlar 3 tadan qo'yib, listlari ham 2 lis 2 qavat. Chang bo'lib turibdi. Bu yerlar GBO, bu yo'qlari mana GK2 avtomobilning kraska. Sifatga baho berib qo'yasizlar mana. Profillari ham 8 ga to'g'ri Cherokee qo'yganmiz. Oshon-oshonlar ham mana katta polni 2 qavat 2 lisdan ishlaganmiz. Darvozamiz Qashqadaryo, Dehqonobodga ustunovka bo'ladi, xudo xolisa. O'rtishni boshlaydi. Bu safargi darvozalarimiz bu partiyaga xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Neoklassik darvoza, high-tech lazerli variant, alkapolli lazerli variant, Samarqand fason shohona dizayn, gitara fason, hamma darvozalarning hammasidan vibr bo'lgan. Bu safargi xudo xolasa mana ustunovkaga harakat. Bu keyingi qanotlar razmerda adashim bor, 3.5 ga 4 metr ekan. 53 ga bu keyingi qanot mana. Darvozalarimiz og'irroq sababi ikkili ilis ishlatamiz. Bo'ldi, davay, ikkili. Taga yo'qsizlar va taga. Sanga famosh bo'lsin. Sifatga ham baho berib qo'ydi. Tikka qo'llar oldi, turmay turing.